21 savol mdan katta bo'lmagan juft natural sonlarning yig'indisi x. Demak, 21da x soni mdan katta bo'lmagan juft natural sonlar. 2 plus 4 plus 6 plus va hokazo 2 kerak. Lekin 10 dan katta bo'lgan, mdan katta lekin 10 dan katta juft natural sonlarning yig'indisi y. Demak, y soni 10 dan katta 12, 14, 16 va hokazo. Mdan katta lekin 10 dan katta bo'lgan. Mdan katta bo'lmagan. Lekin 10 dan katta bo'lgan juft natural sonlarning yig'indisi. Plus 2k. Tak, bizda x sonimiz teng bo'ladi. Mana misol uchun 2 plus 4 plus 6 plus 10 yo'q. 8 plus 10 plus u tomoniga olib boradigan bo'lsak 12 plus 14 plus va hokazo plus 2k ga. Endi mana bu narsa y ga teng bo'ladi. Mana buni yig'indisi 12, 20, 30 ga teng bo'ladi. 30 plus y teng, mana shu x shunga teng. Endi bizda x plus y teng 810 bo'lsa, x o'rniga 30 plus y deb qo'yamiz. 30 plus 2y teng 810 bo'ladi. 2y teng 810 dan 30 ayiraman. 0, 8, 780. Y teng 190. Endi barcha qiymatlarni yig'indisini so'rayapti. Endi bu y degani demak 12 plus 14 plus 16 plus va hokazo plus 2 ko'paytirilgan k ga teng edi. Bu 190 ga teng. Arifmetik progressiya hosil bo'ladi. Birinchi qada 12 ayirmasi 2 ga teng va eninchi qada 2k ga teng bo'ladi. Hop. Bu yerda hadlar sonini topa olamiz. Hadlar soni a ni yozsak a1 plus n minus 1 ko'paytirilgan d. Durla qo'yib ketsak o'rniga a1 plus n minus 1 ko'paytirilgan d teng 2 ko'paytirilgan k yu. Ikkinchi qada qisqartirib yuborsak 5 plus n teng k. Demak, n teng k minus 5. Bu yerdan dastlabki n hadining yig'indisi 12 plus 2 ko'paytirilgan k taqsim 2 ko'paytirilgan k minus 5. Bu 190 ga teng. Ikkini qisqartirib olamiz. K plus 6 ko'paytirilgan k minus 5 teng 190. Qavsni ochib chiqsak k ning kvadrati plus k minus 30 teng 190 va k kvadrat plus k minus 420 teng 0 ko'rinishiga keladi. Bundan k ning qiymati 20 chiqadi. K ning qiymati 20 chiqsa, m teng nima bizda? M teng 2 ko'paytirilgan k deb olganmiz, buni 40. Tak, agar m 41 bo'lsa, ungacha bo'lgan sonlar juft sonlar 40 ta bo'ladi. Ungacha bo'lgan sonlar 40 ta bo'ladi. Ungacha bo'lgan sonlar 40 ta bo'ladi. Agar m 40 bo'lsa, ungacha bo'lgan sonlar ham 40 ta bo'ladi. Hop. Agar m 42 ga teng bo'lsa,
42 ni ham o'zini qo'shilib, ungacha bo'lgan juft sonlar 40 bo'ladi. Demak, m'ning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlarining yig'indisi 40 plus 41, ya'ni 81 chiqar ekan. Demak, buning javobi javob. Ikkita sonning o'rta proporsionali shu sonlardan kichigidan 6 ga ko'p. Masalan, A son bilan B sonning o'rta proporsionali lizosida A ko'paytirilgan B bo'lishi kerak. Bu o'rta proporsional shular kichigidan 6 ga ko'p. Demak, kichkinasi B bo'lsa, plus 6. O'rta arifmetik kattasining 7 ga kam. O'rta arifmetiki demak A plus B taqsim 2. Kattasidan 7 ga kam. Shu sonlardan kichkinasini toping. B ni kichkina deb oldik, demak B ni qiymatini bizdan so'rayapti. Hop, ikkini proporsiya qilib ko'paytirib boramiz. Bundan A plus B teng 2 ko'paytirilgan A minusdan 14 bo'ladi. Bundan B ni qiymati A minus 14. Hop, mana bu ifodaning proporsional qiymatlarini kvadratga ko'tarib borsak, A ko'paygan B teng B plus 6 ning kvadrati. A ko'paytirilgan A minusdan 14 teng A minusdan 8 ning kvadrati bo'ladi. A kvadrat minusdan 14 ko'paytirilgan A teng A ning kvadrati minusdan 16 ko'paytirilgan A plus 64. Bundan A kvadratlar qisqarib ketib, 16 A ni bu tomonga bo'lsak 2 ta A bo'ladi. Nari tomonda 64. Hop, A ni qiymati 32. B ni qiymati 32 dan, demak 14 da ayiramiz. 20 yo'q, 18. Kichkinasi 18 ekan, A javob. 22-savolimiz demak bu A javob bo'ldi. Tengsizlik nechta butun yechimi bor? Birinchi o'rinda aniqlanish sohasi. Aniqlanish sohasiga ko'ra 2x minus 4 taqsim 8 minus x 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. 0 bo'lsa bo'lmaydi. 1 dan katta bo'ladi. Demak, 0 dan katta bo'lishi kerak. Ikkinchi o'rinda kvadratga ko'tarib boramiz ikkala tomonda 2x minusdan 4 taqsim 8 minus x katta 1 ko'rinishi keldi. Hop, birinchisiga interval chizamiz. Birinchisiga interval 2 bilan 8. Ikkalasi ham kirmaydi. 8 dan katta sonlarni qo'ysak manfiy, musbat, manfiy va 0 dan katta oraliqni olyapti. Ikkinchidan obod umumiy ma'no beramiz. 2x minusdan 4 taqsim 8 minus x minus 1 katta 0. Umumiy mahraj berganimizda tepasi 3x minus 12 taqsim 8 minus x katta 0 bo'ladi va bularda intervalga solsak, bitta qiymati 4, bitta qiymati 8 va intervalda ikkalasi ham kirmaydi. 8 dan katta sonlarni qo'ysak yana manfiy, musbat oraliqni olamiz. Birlashtiraman ikkalasini, ya'ni 2 dan 8 gacha, 4 dan 8 gacha. Umumiy oraliq 4 dan 8 gacha. Lekin bizga nechta butun yechimi bor deyapti. 4 dan 4 kirmaydi, 4 dan keyin 5 bor, 6 bor, 7 bor. Demak, 3 ta butun yechimi bor ekan. Qisqa javob. Bu misol chiqdi. Keyingi misol. Tenglamaning ildizlari yig'indisini toping. Keyingi misol tenglamaning ildizlari yig'indisini toping. Bu misol oddiy ratsional tenglama. Buni proporsiya qilib ishlaymiz, ya'ni 5 minus x ko'paytirilgan x minus 1. Ko'paytirib chiqamiz. X plus 1 teng 5x minusdan 5 minus x kvadrat plus x ko'rinishi keladi. X kvadrat chap tomonga olib o'taman. X lar qisqarib ketdi. 5x olib o'taman minusdan 5x plusdan 6 teng 0 bo'ladi. X da bitta qiymati 1. Yo'q, 2. X da ikkinchi qiymati chiqadi. Aniqlanish sohasiga ko'ra mahraj 0 ga teng emas bo'lishi kerak. Bundan x teng emas 1 chiqadi. Demak, bizda 1 yo'q. Ildizlar yig'indisi 5 chiqar ekan. 5
Bu savolimiz javobi 5. 25-savol. Berilgan ifodani darajani xossasiga ko'ra tepasini ko'paytiraman. Darajalari qo'shilib 9x minus plus 1 bo'ladi. Mahraji ikkini darajasida 1 plus 3n va tepani pastga bo'laman va darajalar ayrilib 6n qoladi. Bu degani bu 6 darajasi. Buni 2 kvadratini 3 darajasi qilib keltirsak, 4 3 darajasi bo'ladi. Bu misolimiz ham chiqdi. Keyingi misol 26 logaritmga doir misollar. Logaritmda xossasiga ko'ra har bittasini keltirib olamiz. Masalan, mana uni tepaga chiqarib olib, logaritm 5 asosiga ko'ra 2 plus logaritm 5 asosiga ko'ra 36 qilib yozishim mumkin. Bu yerda logaritm 5 asosiga ko'ra 8 bu. Ko'paytirilgan. Logaritm 9 asosiga ko'ra 1 taqsim 25. Endi hisoblaymiz. Birinchi ikkitasi ko'paytma, keyingisi bo'linma, ya'ni birinchi ikkitasi logaritm 5 asosiga ko'ra 2 ko'paytirilgan 36 taqsim 8. Ko'paytirilgan logaritm 3 ning kvadrati asosiga ko'ra 5 minus 2 darajasi. Tepasini hisoblayman 9, ya'ni logaritm 5 asosiga ko'ra 9 ekan. Keyingisi logaritm 9 asosiga ko'ra 5 minus 2 minus 2 ni oldiga olib tushirsak bo'ladi. Bu degani minus 2 ko'paytirilgan logaritm 5 asosiga ko'ra 9 ko'paytirilgan logaritm 9 asosiga ko'ra 5. Bular o'zaro qarama-qarshi holda, shuning uchun ko'paytmasi 1 ga teng va javob minus 2. Demak, bu misolimiz javobi S javob. 27-misol ham logaritmga doir misol. Ushbu logaritmik ifodani hisoblang. Tak. Tur. Endi berilgan ifodadan tekshirib ko'ramiz, mana misol uchun. Logaritm. Ildiz 3 asosiga ko'ra, ildiz 3 plus 1 asosiga ko'ra mana bu bo'lsa, tepadan 4 ni chiqarib olsak nima qoladi? 7 plus 4 ildiz 3 bo'ladi. Buni logaritm ildiz 3 plus 1 asosiga ko'ra 4 ko'paytirilgan mana bu qavs ildiz 3 plus 2 ning kvadrati degan. Berilgan ifodamiz shunisi kelmadi. Demak, kallasi o'sha 28 plus 16 ildiz 3 ning nechinchi, ya'ni mana uni nechinchidir darajasi bo'lishi kerak ekanda. Ildiz 3 plusdan 1 ni birinchi kvadratga ko'tarib ko'rsak nima bo'ladi? Kvadrati 4 plus 2 ildiz 3 bo'ladi. 4 plus 2 ildiz 3. Endi biz 4 plus 2 ildiz 3 ni kvadratiga ko'tarib ko'ramiz. Buni kvadrati 16, buni kvadrati 12, 28. O'rtada ikkalasini ko'paytmasini ikkilangani 16 ildiz 3. Demak, nima degani bu? Endi logaritm ildiz 3 plusdan 1 asosga ko'ra ildiz 3 plusdan 1 ning 4-darajasi degan edi, tepasi. 4 ni oldiga tushirib qo'ysak, demak bundan 4 chiqadi. Javob A javob.
Demak, bu ifodamiz javob. Keyingi ifodamiz logaritmik tenglama. Buni endi o'tamiz. Hop, geometrik progressiya. Ushbu geometrik progressiya berilgan S10, S8 shu progressiyaning birinchi xatini toping degan baribir so'rayapti bizdan. Demak, geometrik progressiyani dastlabki geometrik progressiyani dastlabki 10 ta hadini yig'indisidan dastlabki 8 ta hadini yig'indisini ayirsak, 9-chi hadi bilan 10-chi hadini yig'indisi qoladi. Va mana bularni maydalab chiqamiz, ya'ni B1 ko'paytirilgan quvning 8-darajasi plus B1 ko'paytirilgan quvning 9-darajasi. Qolsa tashqariga B1 ko'paytirilgan quvning 8-darajasini chiqarib olsam nima qoladi? Chiqarib olsam 1 plus quvning o'zi qoladi. Mana shu teng S10, ya'ni 2,5 ko'paytirilgan 9ni 5-chisi minus 2,5 ayrilgan 2,5 ko'paytirilgan 9ning 4-chisi minus 1 minus 2,5. Bular qisqarib ketsa, B1 ko'paytirilgan quvning 8-darajasi ko'paytirilgan 1 plus quv teng 2,5 ko'paytirilgan 9ni 5-chisi minus 2,5 ko'paytirilgan 9ni 4-chisi qolar ekan. B1 ko'paytirilgan quvning 8-chisi ko'paytirilgan 1 plyusdan quv va 2,5 ko'paytirilgan 9ni 4-chisini chiqarib olamiz qolsin tashqariga. 9 minus 1 qoladi, ya'ni 9 minus 1. Endi B1 ko'paytirilgan quvning 8-chisi ko'paytirilgan quv plus 1 va minus 1 teng 2,5 ko'paytirilgan, mana buni 3 kvadrat qilsak 3ning 8-darajasi 3ning kvadrati minus 1 qolyapti. Bir-biriga mos kelmayapti. Qilsak 9 ta xat, 9 plus 10. Bo'lmadi. Yigirma 29-chi savolda demak xato ishlagan bo'lsak, osonroq yo'lini qilib ko'ramiz. Mana misol uchun S10 degani geometrik progressiyada B1 ko'paytirilgan quvning 10-darajasi minus 1 taqsim quv minus 1 degani. Endi bizda buni qiymati 2,5, ya'ni 5 taqsim 2 bo'lyapti. 5 taqsim 2 ko'paytirilgan 9ni 5-darajasi minus 1. Endi biz buni agar 5 ko'paytirilgan 3 kvadratini 5-chisi, ya'ni 3ni 10-darajasi minus 1 qilsak, pastdagi 2ni 3 minus 1 qilsak, demak to'g'ri bo'ladi. Hop, S8da B1 ko'paytirilgan quvning 8-darajasi minus 1 va
taqsim q minus 1 bo'lishi kerak. Bizda b1 2,5 bu, ya'ni 2,5 ko'paytirilgan 9'u 4-darajasi minus 1 taqsim mana shunga teng. Xullas kalom, taqsim yo'q endi hozir buning uchun nima qilib qo'ydik? Hop, 2,5 degani bu 5 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 ta, endi bu 4-chisi 9'u 4'si 3 ta 8-chisi minus 1 bo'lsa 5 ko'paytirilgan 3'ning 8-chisi minus 1 taqsim pastdagi 2 ni ham 3 minus 1 qilib qo'yapmiz. Mana bunga e'tibor bersak, bunisi bir-birini o'rnini bosyapti. Ya'ni bizda b1 da agar 5 desak, q ni 3 desak, ikkalasiga ham to'g'ri kelyapti baravariga. Demak, b1 da qiymati 5 ga teng ekan. O'tgan safargi usuldan shuni chiqarmoqchi bo'lsam, demak bundan chiqmadi. Xullas kalom, o'tgan safar xato ishlab qo'ydikmi? Hozir b javob to'g'ri. Ya'ni bundan oldingi usulda, o'tgan safar deymani, bundan oldingi usulda xato ishlab qo'ydik, bunisi to'g'ri. Demak, 29-savol javobi b javob. 29 demak b javob bo'ldi. Endi 30-savol. Hop. 30-savolda 1 2 3 4, ya'ni bitta 1, 2 ta 2, 3 ta 3, 4 ta 4, 5 ta 5, 6 ta 6 kamaymaydigan sonlar ketma-ketligida har bir sonni o'zining qiymati nechta bo'lsa, o'shancha marta takrorlanadigan qilib yozib chiqilgan. Bu ketma-ketligida 2017-o'rinda turgan sonni toping deyilyapti. Demak, birinchi o'rinda bitta 1, ikkinchi o'rinda 2 ta 2, uchinchi o'rinda 3 ta 3 va hokazo. Bularda arifmetik progressiyaning dastlabki n-ta hadini yig'indisidan foydalanib, birdan boshlab, ya'ni 1 plus 2 plus 3 plus va hokazo qilib n'gacha bo'lgan sonlarni qo'shib chiqadigan bo'lsak, nima bo'ladi? N ko'paytirilgan n plus 1 taqsim 2 bo'ladi. Hop, bizga 2017-o'rinda turgan son kerak. Bizga bu nimaga kerak? Biz o'sha oxiri masalan endi qiymatini topadigan bo'lsak, o'sha nechinchi o'rinda turgan sonni kelib chiqadi. Shuning uchun buni 2017 ga tenglasak to'g'ri bo'ladimi? 2017 ga. Buni 2017 ga emas. Masalan agar 2017 ga tenglasak jini noto'g'ri bo'lib qolar ekan. Agar qandaydir hop, 2017 ga teng bo'lganda nima bo'lardi? 2017 ga teng bo'lganda bu tomoni bir narsani kvadrati bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Sababi masalan n'inchi o'rinda turgan sonda n marta takrorlanadi sonlar. Shuning uchun bir narsaning kvadrati teng bo'ladi 2 ni 2017 ga ko'paytirganga. Ko'paytirsam 4034 bo'ladi. 4034. 4034 degani taxminan 63 dan jinda kattaroq son kvadrat. Endi masalan biz 63 desak, 63 desak, 63 ta ya'ni 60 endi o'rniga 63 qo'yadigan bo'lsak, Sn nima chiqadi? Sn bu 63 ko'paytirilgan 63 plus 1 taqsim 2. Bu 63 ko'paytirilgan 64 taqsim 2 bo'lib 32 yu 2016 chiqar ekan. Demak, bu 2016-o'rinda turgan son 63 bo'lar ekan. 2016-o'rinda demak 63 kelar ekan. O'z-o'zidan 2017-o'rinda 2017-o'rinda 64 keladi. Demak, D javob to'g'ri keladi. Ajoyib chiroyli misol ekan. 30-savolning javobi demak D javob bo'ldi. Shuning bilan 4-variantimizni ham tahlili tugadi.